bölümü sol tarafta. Kelinimni qutqizib qilinglar. Mevramni qutqizib qilinglar. Ötünüp qalay. Çapsan, oksigen beringlar. Yaqinda o'g'limdan og'irlik qolgan. Tez. Xudo. Hadi. Berdaş bering. Hadi. To'g'ri bölümü keldi. Hadi. Xotinimni qutqizib kelinglar. Dal mushu doktorxonaning tug'ut bölümünde birli vaqtda ikki o'g'il Nabi bilan Subhi tug'ildi. Ularning dunyoga ko'z ochganligidan onalari xo'shal bo'lishining o'rniga qattiq azoblandi. Yasin? Ha? Kechilik avtobusdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chapsanroq ishlaring tugatgin, ha? Ha, tayyorlig'im tutib qoldi, xotirjam bo'ling. Gülandamada. Qaq saharda Urumchi taraf qarab qopsiz-ku. Sulton akam kelib qolamdi nima? Kim seni qaq saharda otqachilik qil dedi? Men berib ishona qil. Dada, rastini aytsam, men bo'g'i seyizdan bek sig'inib ketdi. Tagini jo'lamay, berib o'chaq ma'qul, ma'qul. Tez bo'l. Tomoq tutishqimsan ulgurmaymiz. Tez bo'l, ha? Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Gülandam, siz haqiqatan ishchan ayoljimi? Atdigandala. Voy Mahmudka, ishchan bo'lmasam bo'lamdi. Men sizga o'xshash akkordeon tatib naqsh etamayman-da. Mush yoshga kelganda akkordeon tatmoqmi tashkil edik-a? Undaq demang, keling o'ltiring, ochiq-chichiq qilib bir chim suqash atkizib bering. Rahmat singlim. Kechichi akkordeon tatib pek charchab ketibman. Uyga borib aram elib olay. Xo'shamsiz? Bo'ptamsa, boshqa kuni kelasiz. Xalcham odamga salom aytib qo'ying. Vaqtiyaz kelib o'ltirib ketsin, ha? Ma'qul, uningga deb qo'yay. Qopinglar ballalarim, o'rninglardan turinglar. Kun tushib bo'g'ich yotamsizlar. Zahra, appa qizim, o'rningdan tura qizim, kiyimingni kiygin. Tura. Hey, tur. O'rninglardan turinglar. Mush vaqt yotamsizlar. Men atdiganda bir mo'chi mehmonlarni yo'lga selavatdim. Oqshimi baldir yotmaysizlar, atdigini sahar turmaysizlar. Sizlar bag'ansir gap anglamas bo'lib ketyapsizlar. Tez bo'linglar. Oppa, bugun pokiz chiroyli ko'ynakimni kiyib olaychi. At kiygin appa qizim. Bugun kiyib olaychi. Sulton dodam bilan Subiya kamishkisi bugun keladi. Chiroyli ko'ynakimni hozir kiyib olaychi. Qara aldirab ketganingni. Ular at keladi emasmi? Bo'pti, kiysan kiygin, ha? Singlimning judili chapchiqki. Shu emasmi? Kela qizim, bu kiyimingni kiydirib qo'yay, ha? Kiya.
Voy, qo'lingdagi nima u? Bu Söbeyning opisining sizmi resmiki? Buni Söbey sizib singlimga beribdi. Hey, sizlarni-za. Subi kichikdilla opisidan yetim qolgan. Opisi uni tug'ibla o'lib ketgan. Buningdan keyin Subini aldab yurmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladingmi? Anladım. Bu ballarni-za. Siz neymişqi? Kichik bolaning gapiga kirsiz. Bu ishni o'zingiz bir qaror qilishingiz kerak. Mening da'vatqinim xeyli yuz obro'li ayol. Menmi uzundan beri 100 obro'liq biror ayolni izlab kelyapman. Sizmi bilasiz? Subhi mijozi g'alati bir bola. Men tanishgan ayollarga o zodil chiroy ochmaydi. Uning ko'nglidagi onani tepish tas o'xshaydi. Mayli nimala bo'lmasin, mening yuzimni qilib bo'lsimi, uning bilan bir ko'rishib beqing. U yaxshi ayol. Mening Subhi uni yoqtirib qoladi. Ata, g'oljiga qatnayman. Qaytib kelgandan keyin bir gap bo'la. Men obdanroq o'yinni paqay. Bu ish bo'lamdi, bo'lmamdi. Yanala Subhining rayiga baqaman. Subhi bir mezgil mening yenimda tursin. Ayolni uyga akib olgandan keyin u asta-asta o'ginib qoladi. Ha, Subhi haqiqatan boshqa bolalarga o'xshamaydi. Men tix ammag'an xotinni deb balamning dilini ranjitsam bo'lmas. Undaqmi bo'lamdi? Bola emasmi? Beshingni kim silasa, mashoyiqing shu degan gap bor. Kunda uning qo'lidan tomoq yesa o'ginib qoladi. Sultan, Kansay o'tingdagi ilk ayolga tortishib jimgansiz, a? U 3 bolasi bor ayol, o'zingizga bir muncha bosh og'riq tepib olasiz. Yenida o'z bolasi bor ayol o'gay bolani xorlaydi. Bir qitim bo'lsam gapimni anglab, uning bilan bir ko'rishib beqing. Subhining onasimi yalikida xotirjam yassun. Ha? Canım Nevrem. Şurak barım, can şekerim. Babam bilen bizni taşlap gidiş kandakçı dedim balam. Vay balam, vay balam, vay balam. Bizden de bir sarı hatalık ötken bağırdı balam. Oğlumdan mı ayrıldık balam, senden mi ayrıldık balam. Allah balam, Allah balam, Allah balam. Vay canım şirak, bağırım balam. Vay bağırım, vay bağırım, vay bağırım. Vay balam, vay balam, vay balam. Vay balam, vay balam. Vay bağırım balam, vay şekerim balam. Abba, bolni yig'lama. Ukam Nabiy
to'xtab turgin. Oppa! Meni tashlab ketmagin. Oppa! To'xtab turgin, oppa! Meni tashlab ketmagin. Oppa! 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 Sen qayerda? Oppa! Sen qayerda? Oppa! Oppa! Sen qayerda? Oppa! Meni tashlab ketmagin. Oppa! 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 Dada! Neymiş balam? Tex uxlamapsan go? Ha? Ati men bilen birga g'uljiga boradigan odam nemishga uxlamading? Ati men seni yo'l ustida Gülendam Hedaning uyga qo'yib ketay. Sen o uyda Tahir, Zöhralar bilan 1-2 kun o'ynab turgin. Sen yana u yerda Oqin bovang bilan ko'rishalaysan. Ati sar turmsaq bo'lmaydi balam. Uxlagin, ha? Dada! Chiqib ketmagin. Ne bo'ldi? Yig'lagan o'xshamamsa? Ko'zlaring qizarib ketibdi-ku. Boya tushimda yig'labdiman. Men tushimda opamni ko'rdim. Opam o'zi yolg'iz yig'lab turg'idak. Bechora bolam, uxlagin. Opaning ruhi san madad bergay. Yani şu resimde. Dada, onda qimig'in dada. Dada, menga tegine. Opam o'lib ketmagan. Sen uni cho'qim tepib kelasan. Shundoqmi dada? Opam o'lib ketmagan. Dada, opam o'lib ketmagan. Yani şu gap mi? Ben sana apang ölüp ketken dep neçik ettim eyttim o. Sen toğuluşun bilenla o ölüp ketken. Sen hazır meni körüvatkan günümde az demse, eğer yeninde bir apı boğan bolsa, meni zükümü yeniklep kalattı. Sen... Ötünüp qalay dada, ondaq demigen. Bana etqina, opam o'lib ketmagan, shundoqmi? Sen şumpekni poq südükünden ayırıp çoğunqıp koysam, bugün gün kelgende hadisi apamlı desen o. Bundan ki ben kimge öylensem, şu senin apan buludu. Yo'q, men undaq ot kerak emas. Estağfurullah. Bu günün qağıdaki Xudoning oldida nima gunoh qilgan bo'lgandim? Dunyat. Dada meni urmagan. Yo'q, Kenim yo'q. dada meni urma. Ey! Bu shunda xap qilib, menimi u dunyoga kelsin demsa ya. Oppa, tushimga kirib meni ko'rib turding. Nima uchun o'ngimda yenimga kelmaysan?
Subhi. Berke bala. Berke deyme. Subhi. Korkma. Balam, bundan keyin bu osal mijozimni cho'qim o'zgartiraman. Seni endi hargiz urmayman. Dada, bundan keyin men sening gapingni anglayman. Seni hargiz xafa qilmayman. Balam, Gülendam hadangni yaxshi ko'ramsan. O, sana ana bo'lsa bo'lamdi. Opa? Opa? Meni topamaysan. Opa, men bu yerda. Opa? Bertua. Meni izlab topqindimsan, jinim bolam. Ularning degani to'g'ri. Hozir Raziya adining ro'y kayfiyati toz yaxshi emas. Bundaq chaqda kelib uni avor qilsak bo'lmas. Ziyorat qilamiz desanglar, uning dardli qalbini texim og'irtib qo'yasizlarmikin? Yo'ldosh, bundaq desangiz bo'lmaydi. Biz qonun gizitining muxbirlari. Bu qilishga tegishli ishimiz. Yo'q, bo'lmaydi. Menga boshqa fursat yo'q. Biz at Urumchiga qaytmoqchi. Bu sizlarning xizmatinglar ekanligini bilaman. Biroq sizlarmi uning hozirgi ahvolini o'ylashinglar kerak-ku. Muxbir ada, men sizdan o'tinib qolay. Yengam siz bilan so'zlashmasligi mumkin. Biz uning bardoshlik bermasligidan ansiraymiz. U pat yaqinda Urumchiga qaytmoqchi bo'layotdi. Sizga yana fursat chiqib qola. Yo'q, bo'lmaydi. Bu maqolani cho'qim yozishim kerak. Qandoq gap bu? Nədiki fursatga bu? Bu maqolaning qurilmasi haqidagi tasavvurimni yuqori doklad qilib qo'ygandim. Sizlarmi men o'ylab qo'yishinglar kerak. Bu ziyorat maqolamni yozib bitasam, balkim sizlarga foydasi bo'lib qolar. Bu
Men ko'rishmasam bo'lmaydi. Hadi. Yengem bilan cho'qim ko'rishman desangiz, avval men kirib uningga deb baqay. Raziyada. Ben başqalardan sizni mangadikan deb anglab, aloyidan rahmat aytqili keldim. Agar kan qo'saqlik qilmagan bo'lsangiz, men Shovli. Qaynotam bilan qaynonam jonjigar nevrisidan ayrilib qoldi. Ularning ko'ngli behirim. Sizni ko'rsa, ochig'ida tillab qo'yishi mumkin. Eng yaxshisi siz bu uyga kirmang. Raziya, men qonunchilik kesining muxbiri. Burun bu qitimqi mashina hadisi haqida ziyorat qilgandim. Jamiyat bu voqeaga intayin ko'ngil bo'lyotdi. Jamiyatda bu vaqt turli gap so'zdan parazda bo'lyotdi. Siz shoferning jinoiy javobgarligini surish qilishdan voz kechibsiz. Bu vaqtda men sizni ziyorat qilmoqchi edim. Sizning qanday o'ylaganlaringizni bilmoqchiman. Qisqacha so'zlab bersangiz. Agar u masob mashina edigan bo'lsa, uni kechirintingiz. Biroq u aroq ichib mashina haydamagan. Bu ishqinglarga ayon. Ahvolning tafsilotlari bizga ayon. Qanday talablaringiz bo'lsa, bizga deysiz. To'g'ri. Talabingizni deb baqsangiz. Ishkilanmay so'zlayvering. Raziya, faqat 5 minutlik vaqtingizni olaman. Men shikoyat qilishdan voz kechdim. Chunki men balamga yaxshi qarayolmadim. Texi uningmi bir yoshga to'shmagan bir balasi bor ekan. Sizmi ona bo'lgansiz? Şunu bunu düşünürsüz. Doğru mu? Bo'lmaydi demedimmi? Endi o meni boshqa bir niyatda sizni boshlab keldi deb o'ylab qoladigan bo'ldi. Tazimi bir. Shovli usta, siz hargiz undaq o'ylamang.
Keyfimni buzding. Qap to'xtab tur. Men degan sultonga mansub. Usul o'ynab ko'ngil olsak bo'ladi, lekin boshqa niyatda bo'g'chi bo'lmang. Men undaq shalloq ayol emas. Gülende. Gepimni angla. Sultan degan sultan. Xolis kelib, xolimizga bir necha yo'qab ketdi. Yani tehi, heliqi öləmən balasını daim meşəyə qoyub qoyub. Eytəmə, mənim nəhrim onundun ka. Özüm xalayman. Men Sübeyği bək amaraq. Yani kelib, mən əzəldən ayallarını hörmətləyəm. Balınımı urmayım. Özümün ixtiyari. Siz bekarlı avar bo'lyapsiz. Sultan her jihatda sizdan yaxshi. Siz meni tushunmaysiz. Men sultonni yaxshi ko'raman. Sultan men o'rimchi bilan g'ulja arliqidan tanlab olgan bir er. O rasısını alaman dedim ha. O meni alaman demisa, men onunga tegiman demdim. Akka. Bu cho'pon menga yorishidi ekan. Bir necha kun kiyib turay, ha? Qara, Subi akam xafa bo'lib qoldi. Hey, nimancha ular pixsiqlik qilsa, opam bizga dedi, u endi sening opang o'g'idek. Men sening akang bo'laman. Tuta. Gülende. Oyak gelme. Ben kussak kettim. Qaytib berib choy demlab beray. Sultan. Chapsan ketayli. Shu topda balla uxlamay bizga qarab o'ltag'andi. Menimcha ular allaqachon uxlab bo'ldi. Sultan, ikkimizning ishini qanday o'ylayapsiz? O'tang atrofdagi xalqlardan qachon siz bilan to'y qilib Urumchiga ketadiganligimni so'rayotdi. Hey, gap qiling-a. Nima deyman? Kim to'y qilayli debdi? Qaytib berib uxlang. Sahar turib g'o'ljig' berib, bir avtobus odamni elib Urumchiga qaytib kelaman. Shirkatning direktori shu yerda xizmat tekshiryotdi. Juring, qaytaylik. Ay, hajab parvoni qilmaysiz-ku. Qo'sig'im pompiyib chiqqanda, ondan men bilan to'y qilmoqchiman. Aljib qoldingizmi? Davatgan gapini. Yeningizdagi 3 bola ozlik qilyapamda. Siz o'zingizni dafsanda qilmoqchimi yoki ballanimi? Endi deyman-a. Biroq shunday ketaversak bo'lmas. To'la azmilik qilmay qaytib berib uxlang. Xotin haq deganga chishining erkin chiqarib qo'ysa mana shunda qadidan ish bo'ladi-da. Muttaham. Meninkini yeb ichyapsan. Balangni beqilyapman. Kechsa hojitingdan chiqyapman. Yana menga mushundaq muomala qilamsa, yuzsiz. Voy sara xotin aljib qoldingmi? Boshliq gap qilib haqla anglab qoladi. Anglasa anglamamdi. Nimadan qo'rqatdim? Men bilan yetishib petingan odam, yana nimadan qo'rqatding? Voy, yaxshilikni bilmaydigan tuzi ko'r. Hey, kim gap qilyapsa? Sen meni ko'chaga chiqib qolgan buzuq ayollarga o'xshatyapsan. Xolisang o'ynab, xolisang tashlatadigan opshammitim ya? Seni mijaz yaxshi, oq ko'ngilkin demisam, sendan xotinlar samonda 8.
Senin aç 3 balağını işçi ağırtmasam, sana qaraydıqanğa kimning ço'lisi? Nima? Sening hiliqi gömüş balağın dedimisem, sening töttengi pulunga qaramdim. Maňa neni erler talep qo'yganda, seni de bularning talabini rad qilganman. Meni depma. Men bilan tanışqanыңа qancha yil bo'ldi? Endi 2 yil bo'lgandi. 3 yil bo'ldi. Öz vaqtida men sana nima degandim? Ha? Subhiga obdan qarg'in, o seni ana o'rnida ko'rsin dedim. Men yo'lga chiqqanda ishkinglarni chiqishib qolsin deb Subhini yiningda qo'yib qo'ydim. Oqibat qanday bo'ldi? O seni ana o'rnini ko'makda yo'q, hatto necha yil burun o'lib ketgan onamni teppa deb hozirga jidal qilyapsan. Tov qildim, Xudoyim, tova. Men Subhini o'z bolamdek ko'rib kelyapman. Buningga ishonmasangiz, o'tangdagi haqlardan so'rab yiqing. Men bu gapning ochiqini deb qo'yay. Subhi tug'ilgandan buyon men hozirgacha bo'ytaq o'tyapman. Men bir g'eribsindim, yerib charchidim. Mening talabim yuqori emas. Faqat balam yoqtirsala har qanday ishga kelisha olamiz. Bo'lmasa ömrü bo'yi bo'ytaq o'tib ketaman. Sultan. Sultan. Mening barlig'im sizga mansub. Menga bundaq rahimsizlik qilmang. Men Subhiga obdan qarayman. Qarang, demidimmi? Ular allaqachon uxlab qopti. Ularga yotqa yepib qo'yay. Sultan, Subhi ko'rinmaydi-ku. Chaqchaq qilmang. O nega ketgandi? Menmi bilamadim. Nega ketgandi? Bu balanisi odamga arabchilik ber ekan. Hamisha yo'qolan qiliqlarni chiqarib, dadisi bilan meni xafa qilgan. Sultan tehi bolamga yaxshi qarmading deb mendan og'irni vatqan. Qanday qilishimni hech bilamadim. Uyay, men chapsan chiqib uni izlay. Subhi! 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 Uni izlamaga yerim qolmadi, topolmadim. Nega ketgandi? Oyoq izlab baqaylik. Subhi! 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 Balam, nerede sen? Çapsan çıksançı. Subhi! Subhi! Çapsan çıkın. Ben seni urmayım ha balam. Subhi! 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 Nemish shuncha vaqirsak, suvan surmay o'ltirib olsa, bu yerda nemish qilyapsa? Ne qildim? Shuncha vaqirsam nemish gapirmaysan? Ha? Ha? Hey, men sen gap qilyapman. Sen odamga birdan oromlik beraysan demamsan. Harimi. Kap to'xtab. Pochig'ini chig'ib etmaydigan bo'lsam. Bo'ldi. Unda qilmang. Gapingiz bo'lsa, menga balani qo'qitib nima qilasiz? Danglash Harimi. Qo'rqma balam. Uni obdan bir adablab qo'ymasam. Ben geldim.
o'shani bek cho'ng qildim. Qira. Oy. Sense kun bo'yi o'ynashni bilsa, astol ish qilishni zoti bilmaysan. To'xtag'ina. Bu chapan bir obdan yarishibdi-ku. Birdam kiyib Subiga qaytirib, ha? Ma'qul. Subi, berka balam. Kun bo'yi yig'lamsirab yursang bo'lmaydi. Astol ish qilsang zerikmaysan. Dadang atil qaytib keladi. İşin tugitib bo'lgandan keyin Subi bilan birga o'ynanglar. Uni bo'zaq qilg'ich bo'lmanglar, ha? Angladinglarmi? Angladik. Bu piyozni pakiz axlatdan qilib beringlar. Obdan bo'ldi. Hey, opam sen amroqlik qilsa, unchalar ko'ranglab ketmaydimi? U degan bizning opamiz. Sening eli qo'roq keshdodonga men tek ish. Men sultan dadamga amroq, u kasli boshqa bolalar meni bo'zaq qilmaydi. Men yana Subihi akamga amroq. Mama, sen nimni bilasan? Sizlar texi aytgandilar, sultan dadamiz kasi yaxshi narsalarni og'ash keldi deyotgandinglar. Mana endi o'zgaryapsizlar-ku. Men hech nima demadim-ku. Kichik bo'lgandikan cho'nglarning gapiga qo'shiqsanma. Subhi bilan dadisi doim bizning uyda turdi. Ozroq narsa kerak og'ash kasb bo'lmamdikan. Sening dadang beksatchimi? Mening dadam dunyodagi eng yaxshi dada. Sizlarning bormi? Sening opang yo'q. Yo'q. Mening opam bor. Kim meni opasi yo'q deydi? Men deyman qandoq? Sizlar bek eskikansizlar. Subi akamga bunday gapni qilsanglar, sizlar bilan o'ynamayman. Subi aka! Subi aka! Subi aka! Xo'jayxini, oshxonangizda yigidek bir narsa bormi? O'choqda o't o'chib qolgan tursa, yigidek ne bo'ladi? Ma, şimdi bir kichik bola bor, qo'sqim ichib ketdi, yig'lab ketyapti. Endi to'xtab turing, ha? Ha, ma'qul. Rahmat. Xo'jayxini, nechta pul oldi? Bo'ldi, menga bering. Bu yomg'irda yo'l buzilib kelsa, tag'ishida chiqib ketolmaysiz. Tez mening. Rahmat sizga. Sen opam bek chiroyli deganding-ku. Ba'zi yerlari senga o'xshaydi ekan, ba'zi yerlari sulton dadamga o'xshab turadi. Ay, Subi aka, senga nima bo'ldi? Men ko'zimni yumib olib uxlagan chog'da opam hamon meni ko'gili keladi. Mening opamni bek ko'rgim keldi. Hey, bu shaytonlar. Berib oshxonaga yordam qilsanglar bo'lmamdi. Aytgandan kechgacha qilgan ishinglarning tayini yo'q. Rasm chizishdan boshqani bilmaysan. Opa sen bek eskikansan. Opa, sen mening chaqirganimni anglayotgansan.
Dada. Raziya yengem mamaqchi bo'lib o'tdi. Bichara qizim. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ko'p yig'lasangiz salomatligingizga ziyon. Uningmi ruhiy qo'rinib qoladi balam. Bola degan hamon bola. Ota-ona qarliq tutganga o'xshash qarliq tutsangiz bo'lmaydi. Ah, yog'liqnimi uzun chigib ketdingiz qizim. Bu yog'liqni chigib eling. Dadınız bilen ikimiz namazımızda dua kılınız kızım. Size ah yol dileyimiz. Yenge. Hadi. Maşinning mangdiga vaqti bo'lib qoldi. Dada, men mangdim. Salomatliklarini asrasla. Anam bilen silla bo'lmagan bo'lsalar, men allaburun dardga chidamay tugishib ketetdim. Nabiy bilen dadasining tuproq beshi bu yerda qoldi. Men sizlarga ko'p avorchiliklarni keldim. Meni afv qil inshaalloh. Qatnash qoidasini bilasan yo'q? Sultan? Voy, Tursun direktor-kan bu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qo'ya ketmoqsizmi? Ha, men biz ulgurib ketdik. Hadi, mashinaga chiq. Bu yoq mening hadam bo'ldi. U Urumchiga bormoqchi. Sizning mashinangizni chiqib olsinmikin deyman. Ah, chatoq, yo'q. Biroq bu mashina-chi?
Mundaq qishdi. Şirketimizin bir şoförü Künes'te çataqı yo'liqibdi ekan. Bosh şirket meni shuyaga berib kelgin degandi. Akil, ben el olayım. Adamning o'g'li mashina hodisasida o'lib ketdi. Tunugun 7 nazirini berdik. Uning ko'ngli bek perişan. Künes'te qancha kun turib qolishini bilmayman. Mening uni bu yerda bir kun ortiq turg'izg'im. Siz uni Urumchiga ag'ash ketib, o'tildi mening uyimga yetkazib qo'ysangiz. Bo'ladi. Hadi, mashinaga chiqing. Biz buni ko'rishganmi? O mümkünmü? Hadi, mashinaga chiqing. Hey, maşınızı bir yak taksınız yok. Biz sizinle de yola çıksam halka şanlarız. Aziya! Ne? Sizler nemi tekşir ot sizler? Nemi asasen bu maşinlarni to'xtatib qo'ydinglar? Biz Urumchidan keldik. Qonungizning muxbiri. Kechiring. Biz biraylarni izlayotamiz. Xonimmi muxbirmi? Shunday. Bu gapcha siz uni rahbari ekansiz-da? Shunday. U yana kelib mening ayolim bo'ladi. Hey, bu nima deydi? U mening ziyoratimni rad qildi. Uning ustiga bizni mashinada o'ltirib qaytishga unimidi. Mening bunday qilishim uning uchun emasmi? Chechilma. Ta'limga bos bo'ldi. Juray. Mamamsiz. Voy, ziyorat qilmasam qilmadim. Ben su içmem. Nega quchog'imda o'tdi? Siz nishapsiz? Stop! Disko muzikasidan ritsos qo'yib bering. Ha, bak. Belki sizinle yol boyu çırağını açmayı mağalıkında iken. Hele uçuk çırağı adam gelseniz. Belki ne atak bunu. Anlasam, siz yakında öğlenmek oluyorsunuz. Benim de olsa, balanızı apı tepilip dur. Yok şu, kim şundak değil. O ayalını kalsız çırağıyla hem adamın zok gelir değil o. O hem adamga yaraydı. Şuğunisi balamğılı yarmaydı. Bunda. Bunağa nima degilik? Nim bor ekan. Bir top qo'y. Yana chizib ko'rinmadi-da.
o'xshaydi opa. Ko'rdingmi? Ko'rdim bolam. Kelab qatim kelganda men seni shu yerga boshlab boraylik. Ma'qul. Men seni shu yerga tashlab qo'yman. Yo'q opa. Ma'qul bolam. Ikkimiz birlikda tog'ning ustiga chiqib o'ynaylik, bolamdi. Hadi, men bo'ldingiz? Umak qiz. Bağımstan, adamdan beşini ağırtmay, ün alğın ötür ötün. Qadir. Meningcha Raziyaga haqiqatan baxtsizlik kepti. Bola tug'ilmay turibla, eri o'lib ketibdi. Ming bir japada bolasini cho'ng qilib, bir-biriga tayinib yashab kelayotganda mashina hodisi bilan qazo qilibdi. Siz helimi aşı mashina adısını o'ylab o'tamsiz. Haqiqatan odam bilan odamni selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Hay. Agar uni o'rnida men bo'lgan bo'lsam, meliq shofirni sotga arz qilib, ig'ir jazo bergizatdim. Raziyaga haqiqatan qoyil bo'ldim. Yeliq kuni sotga borganda siz Bu haqiqiy bir ayoldi. Andaqda men ayol emaskanman-da. Simir. Siz tug'ib bakmagan, ana bo'lgan ayol bilan albatta o'xshamaysiz. İşinizni qiling. Hay? Uning qaynisingizni aytishicha, u qaynapisi qaynotasining ko'nglini ayab, bolasini deb qoytiyatlik bo'lishga faqat unamabdi. Yaxshi ayolkan. Nemila degan bilan bundaq ayollar kam uchraydi. Hay, Hamida. Hamida. Biz aslida choy ichkizgili kelgan to'q. Biroq siz planni buzib xizmatga o'zgartirdingiz. Hay. Sho'ng'ashqa opam xafa bo'lib qopti ekanda. Tavuz alamsiz? Chaqaroq bo'linglar, hozirlamamiz. Tavuz olganniki bo'ldi. May. Tavuzlarning kilosi qancha pul? 1 kilosi 50 tiyin. Man alamdiq. Yem bolam. Nebi! Balam Nebi! Ben bolsa memler pola emmi tamak bak. Maqul. İki taksi pola keldi. Mana bu sizlarninki. Men tayyor bo'ldi. Birda o'tirib turinglar. Hozir takib berman. O'tirib turing. Sizlar qaytamsizlar? Ma'qul. Kep turinglar, ha? O'rinba. Keling. Bu yerda o'tiring, ha? Bu yerda o'rinba. Sizga nima tamoq ekib bermay? Lag'manda ishga qoch. Ma'qul. O'tiring, ha? Zöhre kızım. Obdan tutun mu? Qara.
Sana kempit ep gelişini unutib qolmading. Ajab yaxshi. Neymiş yoptu? Nemancha ko'p mashina bu? Oldida bir mashina vaqasi yuz beribdi. Ajabmi shu eg'izgansiz. Tunigun qattiq yomg'ir yog'di. Oldidagi yo'l buzilib ketgan o'xshaydi. Shoferlarning hammasi qaytib kelishdi. Ko'nglingizdagidek ish yo'qdi-da. Obdan bo'pti. Bu qaytim yeningizda bir necha kun ortiq tug'di. Gulanda, subhi ko'rinmaydi. Buna ketdi. U daryo bo'yida o'ynayotdi. Men berib tepib kelay. Hey! To'la azmilik qilmay, chapsan chiqib yo'lovchilarni yotoqqa o'rlashtiring. Sal turib o'rimchining mashinalari kelsa yotoq qolmaydi. Ma'qul, men o'rlashtirib o'tay. Mashinamda bizning direktorimizning hadisi bor. Oldin xabar berib qo'y. Bolangizga qarag'inim ozlik qilib, endi direktorning hadisini boshlab ketdi. Hey, mashina tushinglar. Bugun mujahid qo'limiz. Hey, mashina tushinglar. Oldimizdagi yo'l buzilib ketdi. Bugun maqamaymiz. Mujahid qo'ndigan bo'ldik, ha? Chaqqan mashina tushib joylashinglar. Qandarak birodarlar, salamat edinglar bu. Ko'rishinglar bo'lsin bu. Sultanka, yo menga maydaga o'xshaydi. Qabaqdan turib, sabr ichishmaylik, ha? Yo'q, Madina do'stlar uchrashganda ichmaydigan ish bo'ladi ekan. Bugun qoniga ichimiz. Ey, Gulanda, yaxshimi? Mashinada ballaq ağaç kelgan nasib. Yo'lovchilar tushib qolgan mashina ishini taqotarsiz. Ishingizni tugitib, qava qaniq bering. Anladingizmi? Nada, siz bormisiz? Nasiz bo'lmadimi? Men hozir borman. Bugun mashina aydimgan ekan, sabr ichishaylik. Mashina tushib tamoq yeyil. Xo'jayin ayolsini o'rlashtirib qo'ydi. Ben hazırlı berib pukunuzga telefon berib, uni xotirjam qilib qo'yay. Biz cho'qin bir yerda ko'rishgan bo'ldik. Cha, hey! Hey, tir, cha! Hey, hey, hey! Hey! Cha! Cha, hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Kele balam, kele. Korkma, ha. Aku buah. Oy. Ben sizi hele bir saklap tutup, emin oldunuz mu? Mening senden başka yeni yetin nevren var. Ben sizin nevriniz emas, dostunuz. Şundak mı? Aku buah. Bugün apam geldi. O beni kömür ketdi. Şundak mı dostum? Eğer ben reis apamni topa alırsam, çok gününüz başlap gelime. Apan raslı ölüp ketmegen miken? Bırak dadağının deyişçe. Siz neymiş ki bana işenmeysiz? Sana işenmeymen emez bana. Bilemsiz, benim apam beş çıraylık ayal. Sen onu köygenmedin. Onun uzun iki örüm içici var. Boynadı bir dal, meni vah doğru mu? Akı buva, ben tülgün akşam apamның bir neçe parça sürtünü süzdüm. Karına, bana bir yedi. Bana. Ben kör bakay. Sen apanı bek çıraylık dağıtmamdı, ha? Bu sızığının bizning öydeki qeri inekli oxşapdı o, ha? Boldi. Özün saqlığın bizning kegiz öyde bir moncha esiqliq turdi. Maqbul. Çok. Qara balam, tağ bağırı qızıb ketibdi. Hoca yakınım. Ben de yerdə. Kolunuzu elim. Tamaqdan razı boldinglarmı? Razı Yana boldim. kelinglar, ha? Bak. Xo'sh emisa. Xo'sh. Opa, Subhil ketib keldim. O yana Aqın bovayning uyiniga berib opdi. Yana shuni yeniga bordingmi? Sana Aqın Firatov tinchib bo'ldimi nima? Seni izlab bormagan yerimiz qolmadi. Agar dadangning kon ilfatlar kelib uni ep ketmagan bo'lsa, seni orangga kirib yana urushib qolatdik. Bo'ldi.
Sen benim işlerime yardımlaşken. Şiranın astırdık çökü qağazlarını terip et. Yani süpürmen dep topu tozutup yürme yana. Maň apaq balam. Hayır, sen idişlağı su toşqızıp etken. Bugün mihmanlar bek köp. Tez bolunla. Güvendemede. Sultan kam sizi saklavattı. Kapıp kamsa yere. Hoycan, saklamam da. Bu 2 gün içinde yok içirmayın. Hoş bir set pul tip olmasın, kaçan tip var. 90'ı buraya 60'ını kossar. Kız bu şehre tamak yedi. Al işte. Ben her ketim komandırıp çıkkanda muş aşkandan tamak yeyim. Bu aşkanın lağmını bek okşaydı. Kınıp oturun. Hocayın, bana 2 taksi lağmen, 1 taksi göçlük, 1 taksi göçsüz bolsun. Oy, bugün mihmanlar bek köp. Yetişemeyli kılıvatım hem. Kayri, oturunlar. Geçirin, ne ilim. Şoförün bir yerde tıkını bakındı. Çay içtin. Berip gelsin. Bir yerde tosumu zerkip kaladı. Siz etegi ketkizotibsiz de? Ondan emas. Yol boyu ikimizge ayrım paranlaşıdığan fırsat mı bombadı. Maşindan düşsekle yep içimiz bekli zerkip ketdi. Eğer yol buzulmagan bolsa, şenbige ülgürüp barattık da 2 gün aramıyla olattık. Ey, bir aylık işler karım. Kişinin soğuk keldi. Siz yana arsaldı bol otamsız neymi? İkimizden toy kılış kütüşkenligimizni rahberlik bilip oldu. Yana nemiş qarqı sürsiz? Özemi bilmeymi. Toy kılıp bala toğup. Bir ömür aile işlerini kılışını oylasam. Korkum keldi. Bunun korkudak nemisi var. Ben tutsam. Toy kıpla bala alımız dep turvanmaydıgan siz. Elbette şundak boladı da. Yeşimiz mi bir yer berip kaldı. Bala iliş anmaslık özünüzün ihtiyardı bolsun. Ben bununla koşulum. Kadir. İhtimal ben bir ömür toy kılmay, tuğmay oltırıp kalganlığım için biraz ciddileşip atkandım. Bundak deme. İkimiz çok baxtli bolup ketimiz. Kadir, siz bek kanaatçan, he? İkimiz arlaşkını uzun bolgan bolsa, bir-birimizni obdan düşünüşümüz gerek. Kadir, siz bek yaxşıcım. Eke, benim portmalım demiş oğurlaysa. Qarana, köyemigen bolsam oğurlap ketekendik. Hey, tuğup boyup terbiyelemeyen kimden balısı bu? Küp gündüzde oğurluk kızını qarana. Bunu ben tip boğan. Cevap baydır atqınne, terbiye köyemigen. Hey, bu kimden balısı? Ne boldu? Sübi, ne boldu balam? Hey, tapqan pulunuzda az görüp balanızda oğurluk sip koyup sizde. Qarana, portmalımla oğurlavatdı. Uçmaslık oldu mu nime? Bu balının kolu eger emas. Hey, kızlık yap bu. Portmalını onun koldan eli bakın tursam. Ben rastlı uğurlamadım. Emiz portmal kandaklı kolunu çıkıp kaldı. Çokum bir sügetken. Sübi, rastlı şunda kıldın mı? Yok. Sizin balanız mı? Balını tuğup terbiyeleşini bilmege anıkensiz. Bunda yaman adetini nereden öğrendin, he? Neme degen sertçilik bu? Sel turup, dadan gidip edivanı belgizmisin. Hop benmiş. Hap olmağla, he? Hop pul gömgen, aç göz. Mana, hey, kim gitani kılıvatsız? Ha, mana 2 taksi lağmen, birisi göçlük, birisi göçsüz. Eke. Eyvallah, hap olmağla, he? Tamak yanlar. Sığılır, tamak yan, hap olmağı, he? Balını yaxşı terbiyelemgen guna mende. Kızık çay koyduray. Sığılın, qarap yaqana, meminiz kamkin. Eğer jutib ketken bolsa, tölep bermen. Bir narsa yutibdim. Xudoga shukr, jutmabdi. Jutgan bolsa ish chataqdi. Xotirjam bo'ling, singlim. Agar jutib ketgan bo'lsa,
cho'qim to'lab beratdim. Mo'shtimdek turib o'g'irib qolgani qaramamdigan bu balni. Hey, qalbi qilishmay, oyog'iga berib o'ynashqina juga. Bular sizning bolalaringizmi? Ha, mening bolalarim. Chiq tuqqandan foydasi yo'q. Mo'yimi tarbiyalashdi. Bu tamoq yeydi. Necakka tishimga tegdi. Subi! Subi! Voy, maligisdan o'g'ir kuchlik deb, men bir nima degicha yig'ilib ketgani buning texi. Mening bolam bo'lgan bo'lsang, o'shig'ini chiqib etgan bo'lardim. Bag'on sirhatingdan ishib ketyapsan. Haqning narsasini o'g'irligidek bo'ldingmi texi? Bo'ldi. Boya o'zingni anglading. O menimi qo'shib tillab ketdi. Uning gapining sessig'ligini demamdigan. Bo'ldi, jur o'g'lim, jur. Yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Bundan keyin haqning narsasiga chiqilmasanglar bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, taq? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni tanimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqni qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unda qilmasam, heliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Faqat ardi sening yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Bundan keyin haqning narsasiga chiqilmasanglar bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, taq? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni tanimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqni qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unda qilmasam, heliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Faqat ardi sening opang bo'laman. Albatta sening g'amingni yeyman-da. Ma, bu kampirlarni yeb o'ynagan. Yo'q. Tuta. Yo'q, yeymayman. Tuta deyman. Yo'q. Ma, yeymayman. Voy. Yo'q. Bolani qara. Yig'lama. Umaq bolam. Balaning dili asar yemis bundaq yig'lamaydi. Bola degan hamon bolada. Siz nemishqa bundaq bag'ir tashlik qilasiz? Yig'lamang bolam. O'zingizning balasiga ishonmasangiz boshqalar qanday ishonadi? Yig'lamang bolam. Yig'lamang. Mana men sizga ishonaman. Opa! Voy, tazimi bir ish bo'ldi-ku. Subi, mang bolam, tamoqingni ye. To'p qildim. Mana keldi. Bizning tamom chiqdi. Mana bu sizning. Oy, xush kelibsizlar. Mehmonlar, qani marhamat qilinglar. Bu yoqqa o'tib o'tiringlar, ha? Qandaq? Ikkinglar tamoqni rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldik. Keyin kelinglar, ha? Manglar bu oshqan pulinglar. Xo'shamiz. Ikkinglarga qandaq tamoq kerak? Qandaq tamog'ingiz borki? Petermanta, polo, kebab. Nima yeysanglar shu ba? Amsi bizga Petermantada 20 na keling. Mana hozirlar, ha? Balam, beri kel. Tavuzdan bir atilim yegin, ha? Maga. Ma. Arasidi ay çıkıp kalgende Olup arasidi ay çıkıp la külgende Gönlümün yıkılaydı Yar yadim yetkende Gönlümün yıkılaydı Ben hazır Kansay'daki ötende. Şunda. Gel qilmang. Kecha qattiq yomg'ir yig'ib, shig'il latqalarni eqitib, tog' eg'izidagi yo'lni to'sib yetibdi. Hozir yasavotidi.
Ha, başqa mühim iş yo'q. Tursun jonliga deb qo'ysangiz. Kang soydagi yo'l buzilib ketibdi. Hatta Urumchiga yetib baramaydigan o'xshaymiz. Shundaq. Ko'p bo'lsa 1-2 kun hayal bo'lamiz. Ha, to'g'ri. Sultanka, tamoq pishib qoldi, tamoq yeb keting, ha? Ha, ma'qul. Uning hadisining ahvoli nat yaxshi. Ansirmisan? Boshqa ish yo'q. Sultanka, tamoq tayyor bo'lib qoldi. Birga eli. Ha, rahmat. Bir qancha og'aylarim saqlab qolgandi. Sultan aka. Ha? Raziya? Jiddiy bir ish bilan meni izlaganmidingiz? Ukangizga deydigan muhim gap bormi-ki? Hech gap yo'q. Uning bilan bir necha yil so'zlashay degandim. Men birsiga Tursun direktoriga deb qo'ying. 1-2 kun kechikib borgan o'xshaymiz deb qo'ydim. Bo'pdimsa. Tamoq yedingizmi? Hozirlab berib kelaman. Hozir Gulandamning oshxonasidami bir narsa qolmagandi. Juring, bu yerda ozroq bir narsa yeylik. Rahmat. Qo'sqim ochmadi. Ha, menga. Voy, Sultanka, qani keling. Qani kelinglar. Sizlar meni tamoq taklif qilgandinglar. Qarang, mana bir mehmon boshlab keldi. Siz degan qo'y so'tni chaqirgan olmaydigan mehmon. Qani shukur eting. Rabiya, chapsan tamoq tayyorlang. Bo'ldi. Qani bo'ldi. Avar bo'lma. Qarang, mana mush tamoqning o'zini kufar, ya. Ma'qulamiz. Qani, o'tiring. Qani, Razi, o'tir. Qani, shukur eting. O, yig'lama. Ha, mana bu sutang. Ha, sen vaqtda. Sultanka! Ha, mana men. Sultanka, qani eling. Hada, siz mening. Sultanka, kim men chiqib qarab boqay. Ma'qul. Qani, tamoq ye. Siz boshqa ayollarga o'xshamaydi ekansiz. Baxtli jimg'or ekansiz. Uzoq yil g'uljiq bog'inizdimi, mening mashinamda o'ltag'anligingiz ilm esingizdami? Shu chaqda boshqalar bilan paranglashmagandingiz. Asliyamidingizmi? Bo'ldilar. O gaplarni deyishmayli. Qani, tamoqingizni yeng. Sultanka, ular sizni chapsan chiqsin bo'lmasa, butun yaktak xizmat yapırmız deydi. Siz berevering. Bo'ladi. Siz tamoqingizni yeb olib dam eling. Farzimcha at deganda men qilishimiz mumkin. Ammo men berib kelay-ya. Rahmat sizga. Rahmat. Spravka. Akeling. U haqiqatan yaxshi chaladi ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Buyani muncha tuzaydiganligini bilmadim. Ancha emas. Chiqimlar nima ichsa? Yaxshi o'zim arqamda chiqarim. Ha, bo'ladi. Buyaga kirgandan keyin ishmaymizmi? Bizning bundaq jam bo'lmog'imizni aytib. Bugun kechiring. Shuncha kamariyada qilishganda mening harqimni to'kayotganda. Men bu haraqni pulga olganjimi? Men surtuvtay. Biz yana uchrashdik, ha?
Şundaq, biz yana uçraşdıq. Unutib qoldingizmi? Kechiring. Ay, Amida. Adigan Raziya mush istamning başınıza chiqib mangan emasmi? Shu vaqtida ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oldimizdagi yo'l buzilib qolgan. Shunga bizim ishlar to'sib qoldik. Bu jahon nima degan tor, ha? Biz dehi boyili ko'rishgan toq. Bu yoq mening xotinim. Heliqi bolalar sizlarningmi? Ashundaq eski bolalar bizning bo'lmay, sizlarningmi emsa? Mening bolalarimni aski degan kimkan u? Gapinglar tugagan bo'lsa, men erim bilan atnashga o'ynay. Bo'ldi, o'ynaylik. Yana shuni uchrab qolganimni qarmandigan. Hey, men yaningizda tursam, yana kimga qaraysiz? Siz nimani bilasiz? O degan atoqliq muxbir. Uni menga tanishtirmang deb avara bo'lmang. Men undaq saxtbaz ayollarga bek uch. Keling, o'yinimizni o'ynaylik. Biz ketaylik. Masalani ochishimiz qilamiz. Qarang, ayolga bak yaxshi o'ynaydi. Hamida, to'xta. Heliqi mask uchrab qolib, tozim kayfim ushdi-ku. Aliqi shopirin demsiz. Men bu kelishtirib bir musalay degandim. Biroq o toza qo'pol nima ekan, ha? Biroq u odam qil qiziqchi ekan. Ay, sizlar tanishamsizlar? Biz bir jutliq, uning ustiga bir mahaldan. Mondaqdan. Siz nima uchun yurtdoshlaringizdan davomli o'zingizni qochirib yurasiz? Hargiz undaq ish yo'q. Rostini desam, men ulardan bezor. Bo'ldilar. Siz bizlar bo'lgan ishlarni deyishmayli. Qodir. Ba'zi ishlarni men Bo'ldilar. Men shunday qilib so'rab qo'ydim. Biz Bo'ldi, so'zlamang. Biz ikkimiz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz, biroq ba'zi ishlarni hozircha sizga aytmagandim. Hamida. Bu gaplarni deyishning hojati yo'q. Amini bilaman. Gezitxonimizning peshqadam boshliq bilan bo'lgan munosabatingizni burilib bilatdim. O sizni yezni yo'tkab akkagan ekan. Men sizning samimiyligingizga muhtoj.
qani ağaynlar. Biz davomli mush yo'lda mangamiz, ha? Bundaq uchrashmag'imizni aytib o'tasiz. Bugun mushundaq uchrashgan vaqtimizda qanig'ichi bir ishchi olaydi. Musha! Mana yerda. Hammasdan yaxshilarmiz. O seni mas'ul qolsin dedi. Qani. Keltiraja. Musha. Chiqinglar, bir-biringlarga moslashgan er-xotinlar ekansiz. Albatta. Agar men boshqalarga o'xshash dardimni ichimga yutib yurgan bo'lsam, allaqachon tugishib ketadi. Necha bolangiz bor? Agar kunduzdagi ish uchun apo so'rayman desangiz, ko'nglingizga rahmat. Mavada erimga yaqinlashmoqchi bo'lsangiz, bu niyatingizda yening. Mening erim bor. Qani u? Boyqa odam shumi? Gülanda, bu yoqqa keling. Ha, mana. Men berib kelay. Men bo'ldi. Qani. Birodarlar, Sultanı to'shqizib yana birini qiya. Kerak qishimda birdan bo'ldi. Endi sultonga qo'ymanglar. O masab qapti. Qaytib ketmayli. To'la aralashma. Meni boshqarish ishtiq baldirg'u deyman. Men texsizning xotinlikqa olmadim. Ammo sizga haddingiz emas. Aytaylik. O'zing shug'ina. Jo'g'ina. Qarg'ina. Appoq bo'lib ketdi. Ha, yuzingni shug'in. Qarg'ina, shunda hokiz bo'lib ketdi, o'g'lim. Oppa!
Opa! Raziye. Naman. Opa! 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 Nebi. Opa! Nebi. Naman. Raziye. Opa! Naman. Sizlar ketmanglar. Men keldim. Bir aile cem bo'lamiz. Mangu ayrılmaymiz. Opa! Mening opam. Opa! 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 Nimişki meni tashlab ketsa, nimişki mendan ayrilib ketsa. Opa, men seni har kuni tushimda ko'rib turaman. Men sening uzun sochlaringni ko'rdim. Sen tushimda qaytib kelsa, men sening bo'yningdagi meng'ingni ko'rdim, opa. Opa, meni tashlab ketmagin. Men senga qonmadim, opa. Canım opa. Sen mening balam emas. Yo'q, men sening o'g'ling. Sen Nebi oğlum emas. Men sening balang Sibi. O ölüp gitti. Yo'q, undaq emas. O öldü. Yo'q, undaq emas, opa. Sen meni tashlab ketmagin. Men sening menga amroqligingni bilaman. Canım opa. Endi meni tashlab ketmagin, opa. O'tinib qolay. O öldü. Yo'q, undaq emas. Men bilaman, opa. Sen meni 6-ayning 10-chi kuni qattiq yomg'ir yoqqan bir kuni tug'ib kelsa. Opa, sen meni bag'rimga bosmayla, meni imitmayla tashlab ketib qolsa, ishlar seni o'ldi degandi. Biroq men ishonmadim, opa. Men har kuni yotganda sen mening tushimga kirib tursan. Men seni hayotligingni bilardim, opa. Dadam meni urdi. Telledi. Sen izlab tapoy desam o'tmadi. Xudo. Sen opa, meni tashlab ketmagin. Mening balammi? Dadam boshqa olib berman dedi. Xudo mening hasrat chekishimga chidab turaman. Canım opa, Boshqa bir Nebi. Ata qilganmidim. O mening balam emas. Seni pek sevgandim. Bağrı taşlık qilmagan opa. Balam. Opa! Opa! Canım opa! Opa! Seni bağrımga bosaydı. Opa! 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 Canım opa! Benim opam! Benim opam! Anneler başına çıkıla. Voy, bog'da Qancha yaxshi Bag'da kelmas, ajab yaxshi. O'ylab chiqqanlar. Qizimiz sut ketdi. Qanday, tap aldınız mı? Bo'ldi, gap qilmang.
İzdep bağmağa yerim kalmadı. Asta, o bal nagimi ketkendi. Men yana izdep bakaya. Şoför dağa, ilksiz donuyduğun edeş çıkmadı. Gülendam, bu yoqqa kelin. Qandaq? Men sizga deymadimmi? Men texi bayila uning kaynida ko'rgan tursam. Bizning direktorning hadisi qani? Tunigun onu ne çıkarttım çaqirsam mashinadan tushgan o'nimidi. Uning nega ketganligini men nereden bilay? Subini tashlab berganingizni oz deb, endi direktoringizning hadisini men baqamdim. Ko'taramizsang sangiltib ol degandek ish bo'ldi-ku bu. Shu o'tayman, kelib baqa. To'liq ko'tildima chaqa izlamamsiz. Sultan, texachi ma'lumotisiz-ku. Siz qanday kelib qoldingiz? Güneşga bog'landingizmi? Telefon berib yo'l etilib qoldi deb ekansiz. Yo'l endi echildi. Aldirash keldi. Yo'l echilgan bo'lsa, yo'lovchilar ilib ma'lumotisiz. Xulosa qilib qo'ysak bo'lmaydi. Adam qani? Elali batdi. Mashina ziyut qildirib bo'g'chi yo'q turdi. Nima? Yo'q turdi? Nimanda qaldiraysizlar? Ayol haq degandan ishi ko'p bo'ladi. Hojatxonaga ketdimikin deyman a? To'g'ri. Hojatxonaga ketgan o'xshaydi. Men berib qarab baqay. Bu yo'l oxir echildi. Xotirjam uyga ketib olgan bo'ldi. Shunday qilib uyga qaytadigan bo'ldik. Uyga berib rahatlanib monchoq ichib juyinib olmasa. Shunday qilib. Siz hadamni ziyorat qilaman deb qo'g'lishib yurgandingiz. Buni tushunaman. Sizdan xafa bo'lmayman. Qani ayting. Hadam hozir nada? Bu nima deganingiz? Qandaq gap bu? U bizning mashinaga chiqmagan tursa. Hamida, bo'ldi qilaman. Bo'ldi qilib. Biz nima bilamiz? Tursun. Biz G'uljidan yo'lga chiqqandan beri hadangizni zodli ko'mdik. Bizga ishining. Oldinglarni xijilman. Men bu hadamni chatoqqa yo'liqib qoldimikin deb. Dadamdan deyişçe, o günü qattiq yağmur yağıp ketib ekan. Opa, men sen hem keselcan boğaşqa, sen meni tashlab o'tib ketib ekansan. Shundoq, opa. Endi meni tashlab o'tmagin. Xudoyim seni mag'firat ko'zli. Har qanday odamning seni mendan tatib olib ketishiga yo'l qo'ymayman. Opa, dadamdan deyişçe, men seni bir kun emib boqmoqchi ekanman. Dadan yolg'on debdi. Bola opasini emisa. Qanday cho'ng bo'ladi? Afsus mendan hozir sut chiqmaydi. Senmi cho'ng bo'lding? Shundaqmi? Jinim, o'g'lim. Vicdansız lükçek. Bana yoğallık qilmoqchi bu texi. Gülandamada. Sana ola tamam bo'ldi. Sultan, balaqqa bo'ldi. Og'zini shum deyman. Bo'ldi bo'ldi. Sen subini, yerili nishadi badini bu. Ballarım onu kechichi o'yga kirmadi deydi. Ne, turib. Sen texi mush holaga fotoq bo'lmoqchimi? Men sana deb qo'y. Ishini qilib. Men sana deb qo'y. Bugun balamni tep kelmaydigan bo'lsang, ko'gligini ko'stib qarab tur. O ishki tepilmasa, sizlarni yo'lga chiqolmaysizlar. Chapsan berib, chiqmaymansizlar, ha? Tepilmadimi? Tez bo'linglar. Jo'ranglar. Ura! Raziyat tepilmadimi? O tepilmay turib, yana bir balami yo'qolib ketdi. Bu qalaymi qanchaliqni qaramamsiz? Menmi berib izlab baqay. Sen meni aldamoqchimi, ha? Ay, nima deb ursa
oldu. Şığızı qılana. Atlıcıma. Esta. Ben sizni so'ravadim. Zatim shu oldu. Ne bo'latdi? Bana jutib ketdi. Bola? Qachon jutib ketdi? Tünügün kechdan boshlab yo'q. Men uni birdan o'ynab kelarmikin debdimi? Voy, yig'lab o'ntag'andan nima foydasi? Berib izlamsiz. Rostli bola xiyim xatarga uchrab qolsa, uchrat qanday qilsiz? Subi balam, bir kelishmaslikka uchrab qolmag'aysan ilohim. Hamide, men sizning balanmaslik fikringizga tomonan qo'shilib qarab o'tirman. Balalar, bizning oydagi Subini ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rmadim. Voyjon, u nagini ketgandi. Oyoq berib baqaydi. Subi! Subi! Siz nima ona degili bo'lamdi, ha? Bu bola bir necha yil bo'ldi, doim bu yerga keladi. Xuddi egijoqsiz yetimdek elqi oshxonaga tashlab qo'ysa, bir necha oygacha hech kimning kori yo'q. O doim opamni topaman deb yig'laydi. O opam hayot deb turib oladi. Men uning ko'nglini yasash uchun gapiga ishongan bo'lib oldim. O rost debdikan. Siz bu dunyoda rostli hayotgansiz. Siz erim Namrat, aroqkash, mijozi o'sal deganni bahona qilib, o'z bolangizni tashlab etibsiz. Ota-ona uchun bolalari bilan birga o'tish hammadan muhim. Bola ota-ona uchun har qanday mol dunyoda qimmatli. Ularga köyinish, ularni tarbiyalash. Ota-onalarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Biz qozoqlarni etsak, eri o'lib ketsa, ayoli uning jamiyatidan ayrilib ketmaydi. Meningcha bu qaloqlik emas-ku deyman. Hozirgi yoshlar o'ylashmayla to'y qiladi. Oqibatini o'ylashmay turib, ajrashidi. Shuning bilan bolaga uvol bo'ladi. Akım buva, bo'ldi so'zlamang. Opam meni seg'inib qaytib keldi. Bechara bola. Subi, qara bolam. Sen sizg'an bu opang yaxshimi yoki u opang yaxshimi? O har qitim bu yerga kelganda o'zi sizg'an ikki poch surtingizni menga berdi. Nima degan omaq bola, ha? Sizlar to'y qilmaganmi? Yetib ketgan bola sizlarning emasmi? U sultonning 10 yil burun ayoldan bo'lgan bola ekan. Asli mundaq ekanmi? Men sizlarni xotinmikin debdiman. Sultonning xotini ashu bolani tug'ib 40 to'shmayli o'lib ketibdi ekan. U bolami toza bejirim tug'ilmabdi ekan. U kasalchan bo'lg'achqa uzun davolatdi. Sulton garchi qo'pol odam bo'lsa-mu, bolasi ko'yimchan, har holda otaliq burchini ado qildi. Onunğa xeyli yaxshi ayollarmi chiqdi. Biroq bolasi yoqtirmag'achqa ayrilib ketdi. Ba'zi ayollar uning pulini xajlab olib qochib ketdi. U ko'ngli yaxshi, xalqdan yordamini aymaydigan odam.
O mening 3 balani beqiyotganligimni ko'rib, menga ichi og'rib, pat-pat a'zamlarni akilib berdi. Ba'zida o Subini mening yenimda qo'yib qo'ydi. Bilaman, agar Subi meni yoqtirmasa, sulton meni ammaydi. Biz shundoq aralashib o'tamiz. Bu bola biroz xalitirak. O kun bo'yi bir nimalarni sizidi. Nim desam bo'la. O opamni ko'rdim deb yuriydi. Opam hayot deb surishti qiladi. Mish ish tufayli dadisidan xeyli ko'p tayoq yedi. O rostilla nervus ojiz bola bo'lib qoldi. Bu bola hozir nalat yurdi ekan tong. Choy iching. Choy ichasiz. Rahmat, menda bor. To'xtab tur, men berib kelay. Hamida, men bo'ldingiz. Mijozingiz bo'lmagandan keyin siz harakat qilmasligingiz kerakdi. Usluq uchun. Keling, mashinani chiqib birdan daylang. Rahmet tağa. Ensirmanglar. Appa, bo'ldi shig'limaga, appa. Subini topamizsak, qandoqmi qilamiz? U bola nagimi ketganda. Tova qildim, Xudoyim, tova. Men azroq pul topgandim boshqa. Haqqi sodil yomonlik qilib boqmagandim. Endi qandoqmi qilamiz? Hey, siz sho'pirni to'nagan kun berib boqmamsiz. Dabirni berib. Baq, men de baqay. Hey, Subi qaytib keldi. Subi bilan iliq ayol qaytib keldi. Yuraysa, opamni tepib ketsa. Subi aka, men yana aql bo'lamsiz. Albatta. Subi akam ofisiga bir o'xshaydi. Oh, Subi, o'g'lim. Oxir qaytib keldinglar. Doda, men opamni tepib keldim. Balam. Men opamning hayotga keligini biletdim. Sen meni aldab qo'yding. Qara, bu mening opam. Kechiring, men sizlarni saqlatib qo'ydim. Men berib bolamning narsa keraklarini yig'ishtiray. Nima? Doda, men opamni oran tepib kelsam, sen xush bo'lmamsan? Opa, jurat, yo'l ichilibdi, endi uyga qaytib ketaylik. Subi, bu yoqqa. Sen opani to'g'ri o'ylab sarang'opsan. Bu sening opang emas, bizning direktorimizning hadisi bo'ladi. Yo'q, Doda, sen nemish bo'lsaq deysan. Men opamni oran tepib qo'ydim. Subi, beri kela. Sen kimni ahmoq qilmoqchi, ha? Atdigandan beri seni iznimiga yerimiz qolmadi. Bir mashina odam san qarab mang'amay turdi. Ha? Achig'im chiqib. Subi, bergajinim bolam. Dadangning achchig'ini keltirib qo'yma, o'ta bu yoqqa. Men sana opang o'lib ketgan deb nachiq etdim dedim-ku, ha? Yo'q, mening opam. O seni tug'ibda o'lib ketgan anladingmi? Bir sal mayli. Mening opam. Haddingiz emas. Bolamga chiqib qochib qolmang. Qo'rqmang bolam, men bor. Aljibdi. Hammasi aljibdi. Doda, öldürüp qalay. Endi opam ishkimizni og'rib etmagan jinim, doda. Sultan doda, Subi akam ofisini arandab qoldi. Ularni ayirib etmoq bo'lamdi. Bolamni
qilg'ich bo'lma. Durun deme. Vurmanglar. Senin opam. Balam. Ben senin opam. Hamide, ne oldu be? Sobi. Ben senin opam. Ben eyiplik. Men tillığın. Seni tuğupla ben ketip kaldım. Ben eyiplik. Mendek abroy perez apanı tillığın Sobi. Ben senin öz apan Sobi. Yo'q, yolg'on. Siz mening opam emas. Siz tuniga meni urdingiz, meni aramdan bo'lgan deb tilladingiz. O odamga men to'y qilmagan, bolam tug'magan dedingiz. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Şundak. Ben yalgan ettim. Ben rastlı senin apan. Rast. Tünügüm ben. Mening balam işkelligini bilmepdim. Yo'q, yolg'on. Öz bolasini tanimaydigan ona bulamdi. Oppa, qo'rqyaptimi? Balamga yaqin kelgich bo'lma. Sobi, ben senin apan. Sen 90 yılı 6. ayının 10. gün doğulgan. O günü qattiq yağmur yaqqandı. Sen taң səhərdə tuğuldun. Ben seni tuğup bolupla ketip kaldım. Yo'q, burası emas. Siz mening opam emas. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Balam. Ben rastlı senin apan beni keçirgin canım balam. Ben senin apan. Sultan. Siz onun haqiqiy ahvolini tushuntirib qo'ying. Ben onun apısı o Sultan. Sizden ötünüp kalayım Sultan. Meni qo'yib o'ting. Yo'q, undoq emas. Mening opam mana bu. Biroq bu Dada, qara, uning bo'yinda men yo'q-ku. Mening opamning bo'yinda men bor. Mana bu mening haqiqiy opam. Sultan. Bu zada nima ish? Gap qilsangizchi. Bu bala davomli apsini tush etdi. O tushimda apamni ko'rdim. Uning bo'ynida bir tal menvami deb so'rag'an vaqtida meni adab qo'yg'atdi. Meni aldayapsan. Sen opamning bo'ynining sol tarafida menga o'tganding. Men tushimda o'ng tarafda ko'rdim desam, xato ko'ribsa dedim. Yeni sen tünügün opamni tekshirish punktidagi bola tuqqan ochashning uyiga boshlab bording. Sen yana nimalarni deb jo'ylayapsan? Bir so'lamayli. Aldamchi lukcha. Sen xotinim burunla o'lib ketgan demedingmi? Ajab endi paydo bo'lib qoldi-ku, ha? Yengil kishkisi, o qiyirlikchak. Direktorning haydisi emasdi. Tünügün uning bilan birga bo'lsan-da. Sening zada qancha xotining bor? Gap qila. Örümchida yana qanchasi bor, ha? Meni shuncha yildan beri aldab kelsan, menga nemishqa bundoq muomala qilasan? Nemishqa meni aldaysa, men bilan to'y qilmoqchi emasmiding? Sana jinimni tikib qo'ydim.
Başkalarının bir nesli hiçbirine çattığım yok. Benim birden bir arzuymuş balını bir çoğuk kılış. Hemen gözümde yok kılış. Hiç kaysın namayına. Cüre bula, kaytaylı. Balam vurma abla. Hayata. Çekilmiş bana. Ver kılım deme. Balam vurma. Balımı koyuyordum değil mi? Sarıl, tutun. Ekilin. Balı koydu demez. Ekilin değil mi? Hadi. Sultan aka bunu imkakınız. Hadi bir çekil koçu bulma. Şunu hedemiz bir şey kırıp. Hadi. Beni bekme ensir ettiniz. Ben keçilep yol menip sizde ağılı geldim. Nerdir o? Beni abam hep gitme. Bu benim abam. Nime davası? Nerdir? Balamga bunda kopallık kılma. Ağacınızda bir bakılış niyetim yok. Yetmeniz olsun bana kılmamsız. Hedemden haldın haber ep koyun desem, muşunda haber ep koydunuz mu? 2 gündün beri Sultan sizden aşı neresi aciz hedinizden halıdan haber aldı. Yine nem kıpası bulattı. Sultan, sizni taza ders kesipti. Bu 2 sarı ayal bu uçurap kalkınızı karına. Sultan, avukatın ağzını çıkıştırsın. Tasın direktör hata düşürüp kalma. Hedimiz balamını menin balam dep turuvlatmandı. Bu mümkün emas. Onun balısı ölüp gitti. Yetti nazirini berip qaytip ketyapmiz. Balınız hedemning biqini qitiribdi go. Buni ko'mdingizmi? Qarab turib yolg'on gap qilyapsiz go. Uning mendan balın tatib olganligini bu yerliklarning hammasi ko'rib turdi. Hedimiz rostli sarang bo'lib qolganda qildi. Hedemni sarang bo'lib qolibdi demsiz? Chekidan oshgan qayg'u hasrat suolga keltirib qo'ygandi. Teshidi birdan bilib tursin ne bo'pti? Qarang, balingiz yig'lab holdan ketibdi. Abba! Qaytib kel abba! Balamni qo'yapsiz. Siz bu gunohni hedemda qo'ymang. Dada, ötünüp qalay abamni qaytırıp eken. Babamız o kıyadın özüne taşlık oludu. Ben bugün onu kıyadını yandırıp ekeygendim. Nime? Canım dada ötünüp qalay abamni qutqizıvagin. Ben beylime sen abamni tepişimni xalımaysan, abam bilen bile turuşumni mı xalımaysan. Dada abamni qutqizıvasan ama kimni apıqıp basan meyli? Bu mu boladı? Bu mu boladı? Canım dada, endi ben seni xaf qılmayman. Gepinla ağlayman dada. Abamni çapsam benim qutqizıvagin. Ötünüp qalay dada çapsam bakın. Sultan, bana. Dada çapsam bakın. Sobi, ben senin öz abam. Ya, benim abam emez. Siz benim abam emez. Gülen demede. Ben hazırgıcı dadan işkanlığa karşılıp geldim. Dadamdan başka takatsızlım ama köyünüzsüz. Dadam kadar o abamını tip gelsin bulamdı. Canım balam. Köygəli adamni apı dava qılıb olmaydı. Dadağının gepini ağlığın, abbaq balam. Bara balam. Sultan. Sultan, bundak rahimsizlik qilma. Ötünüp qalay. İşiplas nerede? Sultan. Gözümde yok ha. Yığlap yalvırgınının faydası yok. Köz yeşiğini ekitip beni aldayman dep hamkıyal kılma. Bu bala toğulgandan keyin sen bir etim emitip baktın mı? Bir vaqt tamak berip baktın mı? O bir etim onu mehriga erişeledi mi? O ağırıp balını isteyatqanda sen halıdan haber aldın mı? Başka balalar onu anısı yok yeti mektep tılgan vaxtıda sen ne edettin? Sen ne edettin deyme? Başka atanları seliştirganda ihtimal men micazi olsa kopal adamdı men. Lekin men atılık burçumni ada qildim. Yetti yildan beri her günü degidek pushaymon qilib qaytib kelishingni, qaytib kelib balani o'z bag'ringga besishingni kutdim. Sen fursat batdi. Biroq sen nima qilding? Yetti yildan beri sana nurg'un fursat batdi. Bir haqiqiy inson bo'lsang, obdanroq o'ylanib baqqin. Sen dastlabla ona bo'lishdan voz kechding.
Apı degan xolisi bo'ladigan, xolisi bo'lmaydigan ishmi? Ah, Xudo. Bo'ldi. Ketgin. Jiroqlarga ket. Bizning turmushimizga aralashma. Seni ko'zimmi ko'msin? Hadi bunda qilmang. Nabi o'lib ketdi. Qaytarilmaydi. Qalbingizni tushunaman. Sizga ko'yinaman. Holingizdan bunday ekan obdan xabar olaman. Hadi gapimni anglang. Ota-onamizdan ayrıldi. Mening sizdan boshqa hech qanday tuqqanim yo'q. Herkes unda qilmang hadi. Ben sizden ötünüp qalay. Ufqam, sen beni bilmeysen, sen beni düşünmeysen. Bana nasihat qilma. Ketgin. Raziya! Opa! Hadi! Opa! Raziya! Opa! Raziya! Opa! Siz neyim dep geldiniz? Raziya! Herkes karamlık qilmang. Özünüzni o'ylamışsınızmı? Bu bechora balını bo'lsa-mu o'ylab qo'ying. Bilmem. O mening balam emas. Men dert elemga chidamay. Moshunda qilyapman. Qandaq emas opa. Men bilmem. Sen beni yaxshi ko'rmaysan. O'lishga roziligim borki, men bilan birga turishni xohlamaysan. Biroq men sana amroq. Ben seni sevginim. Ben sen nega borsam, shu yerga birga ketay opa. Bo'ldi gap qilma, menga yaqin kelma. Men seni opam emas. Yo'q opa, o'tinib qolay. Meni tashlab etme. Endi men opsi yo'q, yetim bola bo'lib qolmay opa. Meni herkes tashlab etmagin opa. Opa. Raziya, qaytib kelin. Bu balaga ozroq bo'lsa onalik mehrini bering. Boshqalar yetkazolmagan onalik mehrini yetkazing. Raziya. Bo'ldi, so'zlama. Mening erim yo'q. Balam yo'q. Men bir sho'rpeshan ayol. Qaynatam to'g'ri deydi. Men shum oyoq. Men o'limga loyiq. Men Subihaga onalik mehrini berolmayman. Aksicha uningga ziyon keltirishim mumkin. Opa! Opa! Raziya, hadi. Hadi, Raziya. Hadi. Bir amal Gapimni anglang. Hadi. Herkes unda qilmang. Raziya. Raziya. Bu Xudoning irodasi. Sizlarni Xudo tepishtirdi. Buni bilishingiz kerak, Raziya. Buni har ikkimiz rad qilolmaymiz. Yo'q, undaq emas. O mening o'g'lim. Nabi emas. Opa! Bu rostida sizning bolangiz Nabi emas. Lekin bu yana sizning bolangiz.
Siz onun tushidagi opsi. Qiyshiniz, chechiniz, hatto bo'yningizdagi mangdan tortib o tushida nihoyatmi aniq ko'rgan. O her kuni tushida ko'rgan opsining rasmini chizadi. Har qanday vaqtda uning qo'ynidan opsining rasmi chiqadi. Ko'zini yumsala, opsi uning tushiga kirdi. Oldu sözlemem. Anlamayman. Raziye. 7 yil burun qiliq kecha esingizdami? Shu kechasi sizni ustingizga oqraq yetib ko'tirib, Naylik doktorxonaga akirgan edi. Nabi bilan bir vaqt tug'ilgan yilqi bola balkim esingizdadir. Opsi emitishda rad qilgan bovoqni quchqiga elib, xuddi kichik boladek yig'lab o'ltirgan esingizdami? Bu bolaga tunji emchakni siz sog'andingiz. Agar taqdir peshonaga putilmagan bo'lsa, bugungi bu kun bo'lmaydi. Agar taqdir qismat shundoq bo'lmasa, subhi sizni opam deb chin turib olmaydi. Mushi bolani deb bo'lsa-mu, neytingizdan yenim. Agar uni yana opsidan mahrum qilsangiz, Xudomi ravo ko'rmaydi. Unidan ko'ra, uni billa ilib ketganingiz, uni bilan billa o'lib ketganingiz yaxshi. Opa! Agar uni ilib ketmasangiz, uni ko'z oldingizda urib o'ltiraymi? Yo'q. Opa! Qilma. Meni bundan mecburlama. İşenmemsiz. Ben teginimle kıldıgan adam. Hadi. Dilim opa. Hadi. Raziye. Sultan Rasu balını urup zaq bilen durup koydu cuma. Yeni apıda bakarken. Apıda fakıra bakarken. Yeni vakır ya. Yeni vakır edilen bolsa paçığını çıkıp başlayayım. Ağzını jırt etmeydiğin bolsam. Apamı tabi ben degiçe kirlik yerine tapsam çok. Şu cindimi çocuklarını asıraşını biliyordu. Benim balamla vurma. Abla. Benim balamla vurma. Sevgilim. Kele balam. Abba. Canım oğlum. Yerim ağrıdı. Yapmadan beni yandan vurdu. Hiç yerim ağrımadı. Canım balam. Abba. Canım abba. Endi meni tashlab etmaydigansan. Biz mengi birga o'timiz bolam. Mening o'g'lim abba. Canım abba. Biz başqalarning tunushtirishi bilan tepishgan. Tunishib bir necha kun o'tmayla to'y xati oldik. To'y qilishga 2 kun qolganda uning opsi tuyuqsizla o'lib ketdi. Qorliq tutgan bir yil ichida munosabatimiz sheriklashdi. Har kuni degidek uyimizda urush jidal qurimidi. Bu chaqda bana örümcüge olmuş fırsat geldi. Ben onu izlep bassam, umma acırışık koşuldu. Şu çağda, boyumda qakalığın andın bildim.
Ben balını aldırıp deyli desem, o onumay tuğsan dep turup aldı. Ben bu balını taşlayıp çıdamay. Ahire imitmey gitip kaldım. O çağda ben şehirge ketip nam çıkırışını oylagandım. Hakikaten ahmakken balının bundak azaplı gelişini zadıl oylamaptı mı? O beni her kızım geçirmeydi. Adem hayatıda nurg'un kelishmaslikka duch keladi ekan. Öz apisi bolasini baxtsiz qilsa, o'ylab yiqing. U buni o'ng'ayla unutib ketamda. Shunga biz ayollar har qancha jafo tassaqmi, bolalarimizni o'z yenimizda ep qilamiz. Bolalarımның dadisi pul topaman deb Guangzhouga berib olib, 5 yildan beri qaytib kelmadi. Bola tex kichik. Uning uchun aytganda, baxtli kunlar tex oldida. Shunga o'z ota-onasi bilan birga yashagani yaxshi. Hamide, bana bir balı doğup verin. Balı yok uy mazaq o'xshaydi. Ishonaman ki, siz cho'qim yaxshi ana bo'la olasiz. Sultan to'xtab turing. Bu narsalarni eligini, bular yo'lda yesin. Gülenda, siz haqiqatan yaxshi ayol. Ko'pchilikning hammasi sizni shundoq deb maqtaydi. Uning nima foydasi? Ko'nalarda bosh tikanmagan talayda onangning haqqi bormi degan gap bor. Siz baxtli bo'ling. Ko'nglingizni yerim qilmang. Sizningmi bir kun baxtingiz echilib qara. Qanday dedim, ha? Rahmat. Sultan dada! Oo! Sultan dada! Qizim Zehra. Ha. Endi qachon kelasiz? Nima ishing botdi? Menga yaxshi narsani og'ash kelamsiz. Ha, albatta og'ach kelaman. Tahir bilan Mahirlar qani, ha? Ular nega ketdikin? Zehra qizim, men sizlarni pat-pat yo'qlab turaman, ha?
bala kichigidilla rasm sishqanliq. Ben 12 obdan terbiyelayman. Voy açmamdıgan. Kelinglar. Nima yesanglar shu ba? Hamma narsa to'liq. Gülandemede, siz bugün acep... Ha, hajab deysan-ku. Meni baqaman degan er ketdi. Oshxonni ochmasam, 3 balani sen baqatdingmi? Tez berib tayyorlik qil, bo'lmasa ulgurmaymiz. Qani kelib o'tiringlar. Polo, manta, boso, kebab. Nima yesanglar shu ba? Biz mantı yeydi. Ama qil. Shuni taqib turinglar, hasıl tayyor. Yaxshimisiz Gülende? Oshxonangiz ajab Oy, qizib ketdi-ku. keling. Bu yoqqa kelib o'tiring. Keling. Mana. Qani o'tiring. Bugun qavoxonaga baldirilmayapsiz-ku. Ha. Yasin, Mahmudkamga ochiq-chuchuq qilib suqash etpagina. Ha, mana hozir. Mahmudka, menga bir naqsh aytib bering. Bugun ajab ko'p kunduzli naqshangiz kelib qopdi-ku. Aytib bering, Mahmudka. Bo'ladi. Sizlar anglayman desangiz, albatta aytib beraman. Bu yollar uzun yol, menzilim yirak, mağnimen tinimsiz, hargin ve tenha. Qarayman intizar, aldimda öten müşküller kar qilmaz, yetsem lana. Hayat yeksadiri goya bir öten, çanksan bula bu yağmur adalda, ömür kimisi to'xtigan qirg'oq, hayotlik gulshini chin sevgi abad yar bo'lar sana. Hayatlik gülşini su dedim, çin sevgi